qadrdonlar, pomidor ko'chatlarimiz mana kasetalarga qadalgandan keyin o'zi bo'ylari o'sib qoldi, chiroyli bo'lib. Mana shunday kechasi agrovolokno bilan ustini yopib qo'yibman, sim qilib. Mana agrovolokno juda foydasi juda yaxshi ekan. Sababi mana agrovolokno bilan to'shalgan ko'chatlarning holatini ko'ringlar. Mana ochiqda turgan ko'chatlar mana maydaroq, kichkinaroq mana shuncha bo'lib turibdi. Mana ko'chat mana qo'lim baravari bo'lib. Ko'chatlarimiz, pomidor ko'chatlarimiz Dantina navi. Dantina navli pomidor ko'chatlarimiz kechasi agrovolokno bilan ustini yopib, kunduzi ochib turamiz. Issiq ko'p isib ketmaslik sababida. Issiqxonamiz 2 qavatdan iborat. Bu uchinchisida agrovolokno bilan usti yopilyapti. Hech qanday isitish sistemasi yo'q. Холодный variantda mana shunday ko'chatlarimizni yetishtiramiz. Bulardan keyin yana ko'chatlarimiz bor, xudo xolasa. Ularni ham video obzorini qilib boramiz.